Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Al-Suygan naqshchi va ijodiyatchi Mahmud Sulaymon vafot bo'ldi. Angliya Xitoyga besim ishiltish uchun Osiyoga aviamatga o'rlashtirmoqchi. Amerika hukumati ochiq osmon shartnomasidan chekinib chiqadiganligini e'lon qildi. Darhol 98 odam qiyin qistoq ostida o'ldirildi. Tövəndəki ixtala xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Şərq Türkistandakı ictimai taratqulat tarqalğan uçurlardan ma'lum bo'lishicha, mo'ngluq va mazmunluq naqshlar bilan xalqning olqishiga erishgan Al-Suygan mashhur talantli naqshchi, ijodiyatchi Mahmud Sulaymon 22 noyabr yakshanba kuni yurak kesili bilan Urumchida vafot bo'lgan. Uning o'lim sababi haqida hozircha biror aniq uçur yo'q. Onun vafot xabari Sharq Turkiston ishchi va muhojiratlik Uyg'urlar orasida kuchli ta'sir qo'zg'amoqda. Shuning bilan birga Sharq Turkistondagi xalqning marhumning yotgan yeri jannati bo'lsin degan mazmundagi duo va tilaklarini erkin ifodalayolmay, uning o'rniga yotgan yeri chiroyli bo'lsin degandek so'zlarni ishiltishi diqqat tortgan. Mahmud Sulaymon 1968-yili Qashqar shahrida tug'ilgan. 1981-yili atalmish Xinjiang san'at institutining usul kasbida o'qigan. 1985-yili o'qish bitirib Qashqar san'at o'makda ishlagan hamda naqsh usul ijodiyati bilan shug'ullangan. 1990-yili rivoyat musiqa atirtini qurib, ilgari keyin bo'lib Salom do'stlar, Shukri dedim, Yo'ltuzim, Sahrodan kelganda da, Qorong'u tog', Azobli lazzat qatorliq naqsha va kino naqshi musiqa ijodiyatlarining unalg'u lentalarini tarqatgan. 1997-yili atalmish Xinjiang san'at institutiga o'tkazgan. 2005-yili Shanxay Musiqa universitetiga imtihon berib o'tgan. 2006-yili Seg'inmadingmi nomli MTV plastinkasini ishlab tarqatgan. Mehribon Alloh marhumning yotgan yerini jannat qilsin. Mahmud idi, u qaltis idi. Qaddi hayvat bir erkak idi. U yamratgan kuylar azaldi. Elga yoqqan, yarig'an idi. Mahmud ketdi, tuyuqsiz ketdi. Bizni tashlab, jimjitli ketdi. Qandoq chiday bu judolikqa? Yurak bag'rim ezilib ketdi. Angliya bosh vaziri Boris Johnson payshanba kuni Torda parlamentga kelar yili ayol podshoh Elizabet nomli aviamatkining Angliya va uning ittifoqdoshlariga yetakchilik qilib, O'rta dengiz, Hind okeani va Sharq Osiyo qatorliq rayonlarda 20 yildan buyon eng yuksak o'rlashtirishlarni ipordiganligini aytdi. Xabarda deyilishicha, Angliyaning boshqa amaldorlari Osiyo Tinch okean rayoniga aviamatga avatish mumkinchiligini o'rtaga qo'ygan. Bu Johnsonning tunji qatim o'z fikrini aniq ifodalashi bo'lib, Xitoyga Xitoy-Angliya diplomatik munosabatining jiddiylashganlik uchurini berish ekan. Johnson ko'p tafsilotlarni oshkorlamagan, ammo Angliya vaqt kezdi iyulda harbiy generallarning ayol podshoh Elizabet nomli aviamatkasini Iroq Sharq o'rlashtirish planini bekitganligini, bu aviamatkining Amerika va Yaponiya birlashma harbiy manevrlariga qatnashish mumkinchiligini xabar qilgan edi. Johnson yana davlatlik tor armiyasi va olam bo'shliq qo'mondonlik shtabi qurib, davlat bexatarlikka uchrayotgan yangi xiroslarga taqobil turadiganligini o'ttirib qo'ygan. Uning so'zi qaraganda 2022-yili Shotlandiyadan sun'iy amro va tunji qatim raketa qo'yib berilgan. Angliya taratqullari Johnsonning planining asosligi Angliyaning o'rnini va Amerika ittifoqdoshligini ta'kidlash ekanligini xabar qilgan. Angliya davlat mudofaa chiqimini ko'paytirishni Xitoy virusining zarbasiga uchragan iqtisodni qayta qo'zg'atishning bir xil usuli deb qaraydi. Angliyaning mo'ljallashicha mudofaa sanoatini kuchaytirish har yili 10 ming ish o'rni barpo qila oladi ekan. Amerika Davlat ishlar mahkamasi 22 noyabr yakshanba kuni ochiq osmon shartnomasidan rasmiy chekinib chiqqanligini va hamda bu shartnomaga qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Ochiq osmon shartnomasi 1992-yil imzolanib, 2002-yil yo'l qo'yilgan. Bu shartnomaga a'zo davlatlarning butkul zamonda qurolsiz havo razvedka uchishiga yo'l qo'yish, o'zaro harbiy uchurlarni to'plash, o'zaro tushunish va ishonchni kuchaytirishni maqsad qilib, to'qinish fursatini azaytish, Yevropaning sovuq munosabatlar urushidan keyin o'zaro ishonishni kuchaytirish tadbirlarining biri bo'lib, hozir 30 dan ortiq davlat qo'shilgan. Bu shartnoma doirasida 1500 dan ortiq havo razvedka harakati bor bo'lib, Rossiya bilan Amerika har yili 42 qatim o'zaro havo razvedka qilish harakatini qilgan. Trump hukumati bu yil mayda Rossiyaning shartnomaga amal qilmaganligini va Amerikaning 6 oy ichida rasmiy chekindiganligini e'lon qilgan. Rossiya taraf Amerikaning Rossiya razvedka aeroplanlarining Amerikaning Yevropadagi harbiy bazalardan uchib o'tmasligini talab qilishi tamoman mumkin emas degan.
Egilinishi kelar yil fevral oyida Amerika bilan Rossiya o'rtasida bo'lgan yadro qurolsizlantirish kelishimi oxirlashdi ekan. Rossiya Amerikani ko'p qatim kelishimni uzartirishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, ammo hech qanday natijaga erishmagan. Trump 2017-yil 1-oyda vazifaga o'tirgandan keyin Amerika Eron yadro kelishimi va Parij kelishimi qatorliq xalqaro kelishimlardan chekingan. Suriya hokimiyati Rossiyaning murassalashtirish orqali 2018-yilda tuzilgan harbiy o'qituvchilar bilan tuzgan Dar'a kelishimiga xiloflik qilib, yaqinqi 2 yil mobaynida mazkur rayonda 98 odamni qiyin qistoq ostida o'ldirgan. Suriyada ishga urush boshlangandan keyin Asad hokimiyati armiyadan chekingan 40 nafar sobiq askarni o'z ichiga olgan jami 98 odamning kelishimda ko'rsatilgan yarishish huquqidan foydalanishni talab qilish jarayonida tutqun qilib, qiyin qistoq qilib o'ldirgan. 2018-yil e'lon qilingan urush to'xtatish kelishimidan foydalanish uchun Asad hokimiyatiga iltimos sungan o'nlarcha daraliq qamoqda yetishini davomlashtirmoqda. Hokimiyat va uning qo'llag'uvchilari Rossiyaning havodan yer yo'lak bo'lish natijasida 2018-yil 20-iyunda o'qituvchilarning kontrolli ostidagi Dar'ani qo'lga kirgizish uchun tutish qilgan. Rossiya bilan harbiy o'qituvchilar 2018-yil 6-iyulda Suriyaning janubidagi rayonlarni o'z ichiga oladigan shaklda uzun muddatli urush to'xtatish kelishimi hosil qilgan. Kelishimda hokimiyat bilan yarashib olishni xohlaydigan sobiq askar va fuqarolarning kechirim qilish huquqidan foydalanganligini ko'rsatadigan modda bor edi. Urf-odat bir millatni tutib turadigan eng muhim omillarning biri. Shundaqla u ba'zida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Urf-odatning bir millatni yana bir millatdan farqlantirib, assimilyatsiyadan saqlab qolishdagi roli bakli muhim. Uyg'urlarning madaniyat qatlamidagi mazmunlar uzoq mazgillik tarixiy taraqqiyotning mahsuli. Shonliq madaniyatimizning ijodchisi bo'lgan to'hbkor ajdodlarimiz tarixdan buyon nurg'un esil madaniyat namunalarini yaratgan. Bu jarayonda dunyoning har qaysi joylaridagi turli irq, millatlarning esil madaniyatini o'zlashtirgan. Abtuva Chilapcha yo'sullarimiz ichidagi tarixiy nisbatan uzun. Ajdodlarimizning boshqa davlat millat madaniyatidan mustasno holda borliq keltirgan cho'ng kichik murosim madaniyatimizdagi kam bo'lsa bo'lmaydigan eng keng umumlashgan madaniyat an'anasi. Turli murosim faoliyatlarimizda yoki oddiy mehmondorchilik ishlarimizda mehmon uy kirgandan keyin uy ichi, bola chaqa, navri-chavrlarning xotirjamlik uchun duo berdi. Uningdan keyin sohibxon bir qo'lida abtuva, yana bir qo'lida chilapcha, murisida yoki beligida lungi ko'tarib mehmonning oldiga chilapchani qo'yib, yerim ingishgan holda abtuvadagi suvni mehmonning qo'liga azozdan yenib qo'ydi. Qo'l yuyish yoki qo'l chayqash cho'qim 3 qatim yoki 5 qatim taq bo'lish kerak. Abtuva cho'ginga o'xshash bo'lib o'xshamaydigan yeri bo'yi sal egiz, uzunchaq bo'ladi. Egizlik odatda 30 sm dan 50 sm gacha bo'ladi. Qo'rsoq qismi cho'gindek yumaloq emas, so'zinchaqroq bo'ladi. Qo'rsoq qismiga turli naqshlar tushirilgan bo'ladi. Bosh qismi cho'ginga o'xshash tutquchiga chetiqliq bo'lib, suv quygan va suvni to'kkan chaqda abtuva eg'izining tushib ketishidan saqlangan bo'ladi. Abtuvaning cho'gindan farqlanib turadigan eng ro'shan alohidaligi uning cho'g'isi. Abtuva cho'g'isi nihoyat nafis, es xat shaklda yasaladi hamda chiroyli naqshlar o'yiladi. Cho'g'isining suv tushadigan qismiga nepiz tilchaq qo'shib qo'yilgan bo'lib, buning tövandikidagi ikki jihatda ahamiyati bor. Birinchi, mehmonning izzati. Mehmonning qo'liga suv berganda suvning chechilib ketishi yoki suvning ko'p tushib ketib, mehmonga behurmatlik tuyg'usi berib qo'yishning oldini olib bo'ladi. Ikkinchi, rayonimizdagi suv qiz, qurg'oq rayonga nisbatan suvni haddidan ziyod isrof qilmaslik, tejashlik bo'lishni ishga oshirish. Chilapcha yumaloq chambarsimon yasaladi. Odatda diametri 30 sm dan 40 sm ga chiqib yasaladi. Qurilma jihatdan futbol maydoniga bakrak o'xshab ketadi. Cho'risi egizrak, o'ttiri pastrak. Bundoq bo'lishi chilapchaga tushgan suvning yig'ilib bir yerga yig'ilishi uchun. Chilapcha o'tirsida yana chiroyli naqshlangan har ko'nikiga o'xshash yopqish o'rnashtirilgan. Yopqishning yuqorqidagi ikki xil ahamiyati bor. Mehmonning qo'liga suv berganda chilapchaga eqib tushgan suvning ziyoda chachrab, kiyim-kechak va atrofning bulg'ishining oldini olish. Chilapchaga yig'ilib tushgan suvning ko'ngilni g'ash qilib qo'yishning oldini olish alohidaligiga ega. Chilapchaning yopqish qismi va yuz qismiga chiroyli naqshlar o'yiladi. Lekin bak zish bo'lib kelsa bo'lmaydi. Abtuva bilan chilapchani ayrim ishlatishga bo'lmaydi. Mehmondorchiligimizdagi bu guldalla mangu sehriy kuchini va ahamiyatini yo'qotmag'ay. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayri xo'sh, Allohga omonat.